Mana do'stlar, bu ishni sirlarini hozir hammasini aytib o'taman. 3 ta 4 ta yo'llari bor. Bu ishni sirlari ibodat qilib Allohga hamd aytish hamda payg'ambarimiz Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallamga salovat aytish. Keyin ihson qilish, muhtojga yordam berish. Bu ham bor. Boyish uchun sabablar. Undan ham keyin ota-onasini rozi qilib, silay rahmga e'tibor berib, qarindosh urug'lar bilan aloqani tikkalasa, yaxshi qilsa, unda boyishi aniq. Yana la havla va la quvvata illa billah degan kalimani ko'proq aytib yursa, aniq boy bo'ladi. Men o'zim hayotimda sinab ko'rganman shu narsalarni. Albatta amalga oshadi. Olimlarimiz aytadilar, davlating kundan kunga oshib ketmayaptimi? Kundan kunga boyib ketmayapmizmi? Demak, ota-onamiz bilan muammoyimiz bor. Ilmimiz kundan kunga oshib bormayaptimi? Ustozimiz bilan muammoyimiz bor. Mana ikkita narsa. Bugungi kunda ishimiz zo'r yurishligi uchun reklama kerakmi? Yo'q, birodar, qo'ying reklamani. Otangizni boring, bir joyga ziyofat bering, chiroyli kiyim olib bering, yaxshilik qiling, oldilarida bo'ling, oyoqlarini yuving, peshonalaridan o'ping. Xizmatlarni qiling qo'ldan kelgancha. Ertalab barvaqt turib, chiroyli tansiq taom, ertalab bo'ladigan mana tut pishganda tut olib bering, ertalab nahorda qaymoq olib bering, issiq non olib bering, birga kulishib dasturxonda o'tiring. Hech narsa kerak emas, birodar. Sizni tijoratingiz, mansabingiz shamolday tepaga uchadi.